Alloh taolo sizga bitta duo, ummat haqqiga bitta duo qil, o'shani qabul qilaman deganda, ummat haqqiga nimada duo qilgan bo'lardingiz? Gunohlarimizni kechirdi. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Ramazon rahmat qiling. It's like my soul thrives in your light. But Ramazon mag'firat oyi. Ramazon do'zaxdan ozod bo'lish oyi. مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Ramazon ihson oyi. Ramazon Qur'on oyi. Ramazon saxovat oyi. Ramazon tarovih oyi. Alloh taolo sizga ummat haqqiga bitta duo qil deganda, ummat haqqi uchun nima duo qilgan bo'lardingiz? Ana jannatga tushishingiz. Rahmat. Alloh taolo ummat haqqiga bitta duoyini qabul qilaman deganda, ummat haqqiga nimada duo qilgan bo'lardingiz? Inshaalloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohdan nima yaxshiliklar so'ragan bo'lsa, o'sha yaxshiliklarni mana so'rardi. Rahmat, salom. Alloh taolo sizga ummat haqqiga bitta duoyini qabul qilaman deganda, ummat haqqi uchun nimada duo qilgan bo'lardingiz? Ummat uchun bu dunyoda izzat, bu dunyoda jannatda jam bo'lish payg'ambarimiz alayhisalom. Rahmat, sizlarga ham boray bo'lsin. Ketaveringlar. Ramadan